Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz must, mustn't va needn'tni bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Must. Must bu kerak deb tarjima qilinadi. Ya'ni bu zarur qilish. It's necessary. Buni qilish juda ham zarur. Ikkinchidan mustn't esa qilmaslik kerak degan ma'noni bildiradi. Qilmaslik kerak. Ya'ni buni qilsak oqibati yaxshi bo'lmaydi. Birinchidan must nima ekan? Kerak degan ma'noni bildiradi. Ya'ni buni qilish. It's necessary that you do it. Siz buni qilishingiz kerak. Va mustn't esa qilmaslik kerak degan ma'noni bildiradi. Mana misolni ko'ramiz. You must do something. Siz nimanidir qilishingiz kerak. Masalan, don't tell anybody what I said. Men aytgan narsani hech kimga aytma deyapti. Shunda nima bo'ladi? You must keep it a secret. Sen buni sir saqlashing kerak degan ma'no kelib chiqyapti. Ya'ni agar buni sir saqlamasa, oqibati yomon bo'ladi. We haven't got much time. Bizni ko'p vaqtimiz yo'q. We must hurry. Shoshilishimiz kerak. Ya'ni buni qilish zarur. Yo kechikadi, yaxshi bo'lmaydi oqibati. Va mustn't esa you must keep it a secret. Buni sir saqlashing kerak. Yoki you mustn't tell anybody. Hech kimga aytmasliging kerak. Faqatgina sizga aytildi. Sen buni sir saqlashing kerak, hech kimga aytmasliging kerak deyapti. Agar aytib qo'ysangiz yaxshi bo'lmaydi. Hech kimga aytma degan ma'no kelib chiqyapti. Mana don't tell anyone. Hech kimga aytma. Tushunarli? Endi needn't va don't need to ni ko'rib chiqamiz. Needn't shart emas degan ma'noni bildiradi va buni don't need to do qilib yasasak ham bo'ladi. Don't need to do. Ikkalasi ham bir xil, ya'ni buni qilish shart emas degan. Ya'ni must bilan mustn'tga teskari. It is not necessary to do it. Buni qilish shart emas degan ma'noni bildiradi. Nima ekan ma'nosi? Shart emas degani. Needn't va don't need to. Needn't, don't need to. Ya'ni buni qanaqa qilib yasasak bo'ladi? Endi buni misol ko'rib chiqamiz. Bizni ko'p vaqtimiz bor. Shunda nima deyiladi? Bizni ko'p vaqtimiz bor. We don't need to hurry deyiladi. Shoshilishimiz shart emas. Va ikkinchi holati esa we need deb notni o'ziga qo'shib qo'yib do desak ham bo'ladi. Ya'ni hurry. Shoshilishimiz shart emas. Ikkalasi ham bir xil ma'no bildiryapti. Tuzilishi esa don't need to deb yasasangiz ham bo'ladi yoki need to deb yasasangiz ham bo'ladi. Ya'ni shart emas, buni qilishing shart emas degan ma'noda kelyapti. Masalan, misolni ko'rib chiqamiz. You needn't do something. Nimanidir qilishing shart emas. We have got plenty of time. We needn't hurry. Bizda ko'p vaqt bor, shoshilishimiz shart emas. Joe can stay here. Joe bu yerda tura oladi. He needn't come with us. Biz bilan kelishi shart emas. Shu yerda qolsa ham bo'ladi. Biz bilan kelishi shart emas degan. Ya'ni it's not necessary for him to come. Biz bilan yurishi shart emas uni degan ma'no kelib chiqyapti. Ya'ni siz don't va doesn't need to ni ham bir xil shaklda foydalansangiz bo'ladi deyilyapti. Tushunarli? Keyingisi don't need to do, doesn't need to do, ya'ni to bilan kelyapti. Lekin need to bo'lganda, needn't do bo'lganda to siz keladi. Buni eslab qoling. Needn't do deb yasaladi, bo'ldi.
Ya'ni needni o'zi bitta modal bo'lib keladi bu yerda. Don't need to do bo'lsa fe'l shaklida kelyapti bu. Tushunarli? Farqi shunaqa. Lekin ikkalasi ham shart emas degan ma'noni bildirib kelyapti. Endi buni o'tgan zamon shakli qanaqa bo'ladi? Needn't have done. Needn't have done va yana bittasi bor, didn't need to. Ikkalasini farqi nimada? Birinchisini farqi shundaki, yaxshilab eslab qoling, siz bu ishni qilgansiz. Masalan, he did it, siz buni qilgansiz, lekin siz shunday o'ylab ko'rasizki, buni qilish shart emas edi, o'zi qilib qo'ygansiz, lekin shart emas edi. It wasn't necessary. Lekin didn't need to do esa it wasn't necessary to do it. Buni qilishingiz shart emas, lekin siz buni qilganmisiz, qilmaganmisiz farqi yo'q. Mana shu holatda farqi bor. Ya'ni masalan, he did it or not. Siz buni qilgansiz. Shuni qilganligingiz uchun mana shu holat keladi. Farqi. Keyingi holat esa didn't need to do esa bu siz buni qilganmisiz, qilmaganmisiz farqi yo'q. Qilishingiz shart emas edi degan ma'noni bildiradi ikkalasi ham. Masalan, misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, why did he get up at 5 o'clock? Nega u soat 5 da turdi? He needn't have got up so early. U shunday ertachi turishi shart emas edi. Nima deyilyapti? Shart emas edi degan ma'noni bildiradi o'tgan zamonda. Yana doim aytganman, modal fe'llarni o'tganda birinchi qism o'tgan zamonda keldimi, ikkinchi qism taxmin gapirasizmi, qaysi holatda gapirishdan qat'iy nazar mana shu o'tgan zamonda bo'lishi modallarni needn't have done, must have done, could have done hammasi o'tgan zamonda keladi. Tushunarli? He could have stayed in bed longer. Yanada ko'proq uxlasa bo'lardi deyilyapti. Balki yakshanbadir, turishi shart emas, lekin turgan. Buni qilganligi sababli needn't have got kelyapti. Agar buni qiladimi, qilmaydimi farqi yo'q bo'lganda didn't need to do kelardi. Mana masalan, bu yerda ko'ramiz, he didn't need to get up early. U ertachi turishi shart emas edi, so he didn't. Shuning uchun u turmadi. Endi ko'rdingizmi farqini? Birinchisi soat 5 da turishi nega turdi deyilyapti. Turganda u. Mana turmayapti, turishi shart emas edi. Shuning uchun u turmadi deyilyapti. He didn't need to get up early. Ertachi turishi shart emas edi, but it was a beautiful morning. Chunki ertalab juda ham chiroyli edi, shuning uchun turdi deyilyapti. Shuning uchunlari bilan kelyapti-da. Ya'ni must kerak degani, mustn't qilmaslik kerak degani, needn't shart emas degani, uni ikkita holati bor ekan. Don't need to bilan needn't do ikkita holati bor ekan. Shuni adashmang, bittasi fe'l sifatida, bittasi haqiqatda modal sifatida kelyapti. Keyingisi esa o'tgan zamon shakli. Bularni o'tgan zamon shakli needn't have done va didn't need to do. Ikkalasidan bittasini farqi nima ekan? Needn't have done bu qilgan bo'lishi shart, o'sha shart emas deb o'ylab ko'radi va didn't need to do esa u qiladimi, qilmaydimi farqi yo'q. Keling misollarni ko'rib chiqamiz. We haven't got much time. Bizni ko'p vaqtimiz yo'q. We must hurry. Shoshilishimiz kerak. I have to talk to Gary. Man Gary bilan gaplashishim kerak. I must remember to call him. Unga telefon qilishni eslashim kerak deyilyapti. I have to talk to Gary. Man Gary bilan gaplashishim kerak. I mustn't forget to call him. Man unga telefon qilishni unutmasligim kerak, chunki muhim ishi bor. There is plenty of time for you to make up your mind.
Judayam ko'p vaqting bor o'ylab ko'rishing uchun. Don't need to decide now. San hozir qaror qabul qilishing shart emas deyilyapti. Mustn't bo'lsa taqiqlov bo'lardi. Qilishing kerak, o'ylab ko'rishing umuman kerak emas degan bo'lardi. U mantiqqa to'g'ri kelmaydi. We needn't wash this tomato. Biz bu pomidorlarni yuvishimiz shart emas, chunki u allaqachon yuvilgan edi deyilyapti. Mustn't bo'lsa nima bo'lardi? Yuvishing kerak emas. Bir xuddi nimadir sehrli narsa sepib qo'ygan o'sog'likka yuvib qolsa, nima ketib qoladi? U bo'lmagan narsa. Tushunarli, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. This is a valuable book. You must take good care of it and you mustn't lose it. Bu judayam qimmatli kitob. Sen bunga judayam yaxshi qarashing kerak va sen buni yo'qotib qo'ymasliging kerak deyilyapti. What sort of house do you want to buy? Qanaqa uy sotib olishni xohlaysan? Masalan, kattami deyilyapti. Well, it needn't be big. Katta bo'lish shart emas. Katta bo'lmasligi kerak desa, g'alati. That's not so important. Ya'ni keyingi ma'nolarga qarab needn't kelyapti-da. Well, it needn't be big. Katta bo'lish shart emas. That is not so important. Bu shunchalik muhim emas. But it must have a nice garden. This is essential. Judayam muhim bo'lganligi uchun mana must kelyapti. Katta bir ajoyib bir bog'i bo'lishi kerak deyilyapti. Bu judayam muhim. We have got plenty of time. You needn't leave it. Bizni ko'p vaqtimiz bor. Biz hali ketishimiz shart emas. I can manage the shopping alone. Men yolg'iz shoppingni qila olaman. You needn't come with me. Men bilan kelishing shart emas. Men bilan yurma desak, mana shu come with bilan keladi. Tushunarli-a? Men bilan yurma, men bilan kelma degan ma'noni bildiradi. We needn't walk all the way home. Uyga polni deyapti. Uyga polni yurib borishimiz shart emas. We can get a taxi. Taksi ishlay olamiz. You must ask first. Sen birinchi so'rashing kerak deyapti. Yeyishni xohlasang ye, lekin birinchi doktordan so'rashing kerak degan ma'no kelyapti menimcha. I understand the situation perfectly. Men bu vaziyatni juda ham yaxshi tushunaman deyilyapti. Shunda nima bo'ladi? Sen menga tushuntirishing kerak bo'ladimi? Yo'q. You needn't explain further. Menga qo'shimcha tushuntirishing shart emas deyilyapti. Keyingisi, why did you rush? Why didn't you take your time? Nega shoshilding degan ma'no nima bo'ladi? Why did you rush? Nega shoshilding? Masalan, kecha nimadir bo'lgan, siz unga qarab, nimaga shoshilding kecha? Ya'ni sen shoshilishing shart emas edi. Bemalol kelsang ham bo'lardi degan ma'noda. Mana shu why bilan keldimi? Ko'pincha agar bir bo'lishli shaklan bilan needn't have done keladi-da. You needn't have rushed. Shoshilishing shart emas edi. Why didn't you take your time? Why did you walk home? Nimaga piyoda kelding? Why didn't you take a taxi? Nimaga taksi olmading? Kimgadir kelib aytyapsiz. Rosa ham charchadim. Yo'l-yo'lakay piyoda keldim desa, nimaga piyoda kelasan? Nimaga taksi olmaysan? degan ma'noda kelyapti. Va ma'no nima bo'lib chiqyapti shu yerda? You needn't have walked home. You could olarding-ku deyapti. Sen shuni taksi ishlasang bo'lardi-ku degan ma'noda. You could have taken a taxi bo'ladi. Tushunarli? Mana birinchi holati qaysi holatda needn't have walked bilan. Ya'ni nimaga
shart emas edi uyga piyoda kelishing. Sen taksi ishlasang bo'lardi-ku ma'nosi kelyapti. Judayam bir chiroyli gap tuzilyapti, qarang. Keyingisi why did you stay at the hotel? Nimaga mehmonxonada qolding? Shu nima bo'ladi keyin? Sen you needn't have stayed at the hotel. Turishing shart emas edi. Why didn't you stay with us? Nimaga biz bilan turmading? Biz bilan tursang bo'lardi-ku degan ma'no. You could degani you could have stayed bo'ladi. Biz bilan tursang bo'lardi-ku, stayed with us. Why did she phone me in the middle of the night? Nimaga tunning o'rtasida menga telefon qilmading? Why didn't she wait until the morning? Nimaga ertalabgacha kutmading deyilyapti. Nima deydi? Nimaga tunning o'rtasida menga telefon qilding degani you needn't have phoned me. Menga telefon qilishing shart emas edi. You could have waited. Kutsang bo'lardi degan ma'no kelyapti. Tushunarli-a? Endi oxirgi mashqimizni ko'rib chiqamiz. We have plenty of time. Bizni ko'p vaqtimiz bor. We don't need hurry. Shoshilishimiz shart emas. We don't need to hurry bo'lar ekan. Ya'ni men grammatikada aytdim. Don't need to bor dedim. Va needn't do bor dedim. Mana shu ikkalasidan siz bittasini olishingiz kerak. Yo buni oling, yo buni oling. Ikkalasi ham shart emas degan ma'noni bildiradi. Tushunarli-a? Mana don't bilan beryaptim, mana bu yerda to kelishi kerak. You must keep it a secret. You mustn't tell anyone else. Bu to'g'ri. Ya'ni must do bo'ladi. Tushunarli-a? Bu to'g'ri. Keyingisi I will be all right. Men haq bo'laman. You needn't to worry about me. Men haqimda xavotirlanishing shart emas deyilyapti. Ya'ni you needn't to worry bo'ladimi? Needn't mana bu qoidaga to'g'ri kelyapti. Bo'ladimi? Yo'q. Needn't worry bo'ladi. Eng osoni shu menimcha. You mustn't wait for me. Sen meni kutishing shart emas. Bu to'g'ri. Mustn'tdan keyin wait keladi. Ya'ni must do. To'g'ri. Tushunarli? You don't need to keep these emails. Sen bu emaillarni saqlashing shart emas. You don't need to do. Bu ham to'g'ri. You needn't have gone out. Sen ketishing shart emas edi. So I stayed at home. Shuning uchun men uyda qoldim. To'g'ri bo'ldimi? Sen ketmasliging shart emas edi. Shuning uchun men uyda qoldim degani. Sen ketmasliging kerak edi. Ketmasayding men uyda qolardim, qolmasdim degan ma'no kelib chiqyapti. Shunda mustn't have gone. I needn't have bought eggs. Men tuxum sotib olishim shart emas. Needn't have bought. We had some already. Bizda bor. Bu to'g'ri. Mana shunaqa qilib bular sizni chalg'itadigan mashg'ulot, lekin juda ham thinkingga juda ham undaydi. Buni qoidasi don't need to do dedim va needn't do va mustn't do. Bu agar shu holatda xato qilib qo'ysangiz, juda ham meli-chopga xato bo'ladi. Buni examiner juda ham yaxshi biladi va balingiz avtomatik tushib ketadi. Darslarimiz mana shu yergacha edi. Agar bizning darsimizni kuzatmoqchilar YouTube kanalidan bizni kuzatishingiz mumkin va Instagram sahifamdan ham kuzatishingiz mumkin. Ayniqsa Telegram kanalimda har doim koreys tili, ingliz tilidan free lessonslar bo'ladi. Doimo mana shu free lessonlarga qatnashib, bilimingizni ancha oshirsangiz bo'ladi. Mani pulli kurslarimni so'raganlar uchun YouTube kanali bilan pulli kursiz nima farqi bor desangiz, biz albatta pulli kurslarda juda ham chuqur ishlaymiz. Birinchi navbatda testlar bo'ladi. Ya'ni Quizletda va programmalarda tuzilgan testlar avtomatik javobingiz ishlaganingizdan chiqadi. Ayniqsa vocabularylar ustida ishlaymiz va doimiy nazoratda turasiz.